prezident bog'langan ayiqni ota olmagani sababli dunyodagi eng mashhur o'yinchoqlardan biri paydo bo'lgan. 1902-yilda AQSh prezidenti Theodore Roosevelt Mississipida u payti tutib bog'lab qo'yilgan bir qora ayiqni ochishdan bosh tortadi. Bu voqea gazetaga chiqadi, karikaturachi Clifford Berryman uni mashhur rasmga aylantiradi va u juda tez tarqalib ketadi. Oradan ko'p o'tmay Nyu-Yorklik do'konchi Morris Mitchum shu hikoyadan ilhomlanib, yumshoq o'yinchoq ayiq yaratadi va uni Teddy's Bear deb ataydi. Bu shunchaki bir o'yinchoqning tarixi emas. Bu hikoya va brend kuchining isbotidir. Chunki doimo to'g'ri yoritilgan voqea mahsulotdan ham kuchliroq obraz yaratadi. Agar sizning ham brendingiz esda qoladigan obrazga aylanishini xohlasangiz, bu borada Profsoyuz PR agentligi yordam beradi. Xuddi shunday faqat Instagramda emas, o'zi asosiy ish YouTube'da va u yerda bizni 300 mingdan ortiq odam kuzatadi. Misol uchun 2025-yilda umumiy ko'rishlar soni 21 millionga yetdi. Raqamlar yomon emas. Kuchli mutaxassislar va mashhur blogerlar yordamida brendingizni yangi bosqichga olib chiqamiz. Hamkorlik uchun video ostida qoldirilgan raqamga murojaat qiling.